O'rtoqlar, Inomarka Namangandan BYD Song Plus so'raganlar uchun narxi juda ham qulay bo'lgan Song Plus topib qo'ydik. 2022-yil 68 ming yurgan, 18.950 dollarga. Nima uchun narxi juda ham qulay? Mana shu yerda ozgina ishlangan bo'lgani uchun ichiga o'tmagan, septirib qo'ygan egalari, lekin mashina juda ham go'zal holatda saqlangan. Ichlari ham ko'rsangiz bo'ladi, salon holatlari ham juda ham zo'r. 520 tlik bo'ladi. Bilasizlar, bu BYD Song Pluslar salon holatlari juda ham ideal. Panorama tomlari bor, polosli udержание bor, katta multimedia tizimlari bor, multirollari bor. Xullas, mashina juda ham go'zal. Bu mashinamizni bosib olsangiz bo'ladi. Agar o'zingiz BYD Song Plus olmaydigan bo'lsangiz, yaqin do'stlaringiz qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Bu videoni shu do'stlaringizga ham jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Bunaqa BYD Song Pluslarni o'tkazib yubormaslik uchun Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, BYD minadigan do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Bu BYD Song Plusimizni funksiyalari juda ham ko'p. Bespirodni zaryadka deysizmi, multiroll deysizmi, avtomobillar oralig'i masofasini aniqlash funksiyasi deysizmi, slepovoy zona deysizmi, polosli udержание deysizmi, isitish tizimi, sovutish tizimi, iqlim nazorati hamma funksiyasi bor. Airbaglari bor, panorama tomlari bor. Xullas, mashinamiz juda ham ideal, go'zal saqlangan. Umuman olganda zamonaviy hamma funksiyalari bor. Bu mashinani bemalol maza qilib haydab yurishingiz uchun Inomarka Namanganda buning narxini o'sha 18.950 ga tushirib qo'ydik.